Assalamu alaikum. İkra aldık Şarkı Türkistanlık aziz kırımdaşlar. Dünya Kurultayı Tor televizyasının bugünkü məxsus programımıza hoş geldinler. Aziz kırımdaşlar, biz hazır sizlerge Ceneva'daki Birleşken Devletler Teşkilatı binasının aldıdan bu programını takdim kılbatımız aziz kırımdaşlar. Sizlerge ma'lum bo'lganidek tünögünde itibaren yani 25 April günde itibaren bu bizimki 4 nefer lager şahidimiz yani Hollandiyadaki Ömer Bekali, Kalbunur Sidip, Fransa'daki lager şahitlerimizden Gülbar Hatovachi ve Gülbar Cillova hanımlardan teşkil tapkan lager şahitleri heyeti tünögünde itibaren yerde rasmi bir haftalık namayışta başlayan. Bugün bulanın bir namayışı ikinci günü kadem koydu. Bulanın bu namayışını etberişilik asası maksadım yana Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komiseri Mitchell Bachelet Hanım'ınki bu qatim Şarkı Türkistan ve kıldığı ziyaretinden burun yani Kişilik Hukuk Ali Kengişininki ötkəcilik hazırlap bağlan ve hazırlıcı ilan kılma geçiştirip gelgen Uygur Kişilik Hukuk vaziyeti hakkındaki umum doklatını şu bu qatimki Xitay ve Şarkı Türkistan ziyaretinden burun ilan kılışını talep kılış ve Uygur vekilleri bilen bulup lager şahitleri bilen bu Şarkı Türkistan'da berişten burun görüşüp ulanın derdini anlatmak için talep kılış maqsadida bir haftalık namayış başlagan. Kırındaşlar tünögün kırındaşlarım tünögün ertegende itibaren qattiq yağmur qaramay tünögün yağmur asıda bir günlük namayışlı başladı ve her günü bu namayış 8 saat devam kılıyor. Bugün ikinci günüge kadem koydu aziz kırındaşlar. Biz Dünya Uygur Kurultayı merkez organından ben yani Kurultay'ınki teşkil işleri mesul muavir reisi Ferhat Yurumkaş Kurultay Fondu'nunki reisi Abdülhamid Ahmet Karacım şundakla Kurultay'ınki Yaşlar Komisyonu Müdürü Erkin Uzun'un efendilerinin teşkil tapkan Kurultay heyeti biz bu lager, cesur lager şahitlerimizden, fidakar lager şahitlerimizden hal soraş, ulağı medet veriş maksadida bugün Ceneva'ga yetip geldik, hazır yetip geldik ve lager şahitlerimizle görüş yapmadık, ularla muğdaştık, sırdaştık, ulağa medet verdik aziz kırdaşlar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum, yaxshimi? Tinchmi? Assalamu alaikum. Mana bizdeki cesur lager şahitlerimizdeki bu Ceneva'daki devlet binası oldu başlatkan namayış bugün ikinci günüge kadem koydu. Biz Dünya Uygur Kurultayı rehberlik heyetinin ortak kararı bilen kurultayımız reisi, kurultayımızın reisi Osman İsa Efendim ve kurultayımızın barlık rehberlik heyeti vakaltı ben ve bizden fondununki reisi Abdülhamid Ahmet Karacım ve Yaşlar Komisyonumuzdaki Müdür Erkin Uzun Efendi'ne Ataytımlarına alışveriş için bugün düştü. Münken'den Ataytım bir yere gidip geldik ve bularla avvallaştık. Ben bir yerde yani kayda kurultayımız vakaltı bir yerde bizden cesur lager şahitlerimiz yani Uygur ırkı kırgınçılığını ceza lagerlerini Xitay'ınki cinayi kılmışlarını dünya cemaatçılığı konusunda mühim rol oynayıp gelgen bu 4 nefer lager şahidimizga Gülbar Hatovachi hanımga Ömer Bekali Efendim'e, Kalbunur Sidip hanımga ve Gülbar Cillova hanımga ve bularga tercümanlık kılışı Ataytım kelgan inimizga alaydı köp
rahmetimni bildiraman. Allah razı olsun. Gerçi bu namoyish ham to'rt kichik bir namoyish olsun ama buning ahamiyati zo'r aziz qarindoshlar. Bular Uyg'ur xalqining milliy irodasini ko'rsatdi. Uyg'ur xalqining talabini yetkazamiz. Shu lagerlarda azob uqubat chekayotgan, Aşağıda ölüm girdabida can talışıyotgan, milyonlagan özlerinki lagerlarda birleyotgan sabdoshlar Nenki dört periyatı yani anlatış için yani bir yer geldi. Az kardeşler, bularınki namoyishni başlagan vaqtida ahmiyatli bir kunga to'g'ri keldi. Bular tünögün namoyish başlagan 25 aprel günü, del 25 aprel tünögün Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeshininki komissari Michelle Bachelet xonimniki ishxonasidagilar bu oldin nimaga Xitoyga yurib ketdi aziz qarindoshlar. Bu mu bir tarixiy ahamiyatga ish oldu. Şu Xitoyga safar qilgan kuni bular namoyishni boshladi. Yomg'ir qarmay tekrar bularga minnatdorlik bildiraman. Shundaqla butun dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni mana shu jasur lager shoirlarimizdan ulgu elib milliy harakatimiz bilan qatnashishini va bular ko'rsatgan bu xil fidokorlikdan ruh ilhom olishda umidimlar bularga tekrar bütün Dünya Uyghur Kulti namida tekrar rahmetimni va hurmatimni yana bildirmoqchiman. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Biz bugün Dünya Uyghur Kulti'nin bir hay'at bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki oldida bir hafta bizning vatandagi zulmni, ya'ni Xitoylarninki Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchiligini va Xitoyninki o'tkazayotgan jinoyatlarni fosh qilish uchun kahramonlarcha dunyoga anlatayotgan lager shoirlarimizningki bu yerda qilayotgan namoyishlarini qo'llash va bularga madad berish uchun bu yerga keldik. Bu qarindoshlarimiz Atin, Gollandiyadan, Fransiyadan 1000 kilometrlik yo'llarni mengib, shu Ramazonda o'zi ro'za tutib, yani usab ketdik, charchab ketdik, herib ketdik demasdan, ash vatandagi zulmni, lagerdagi Xitoyning qirg'inchiligini o'z ko'zi bilan ko'rgan ve o'zi shunga shohid bo'lgan qarindoshlar bo'lganligi uchun jasorat bilan o'tirib tushib turib dunyoga fosh qilishda bu nihoyatda aktiv rol o'ynadi. Boshqa qarindoshlarningmi bularning ro'yidan o'rganib, bulardan ulgu elib, mana Facebook'ga, WhatsApp vasıtalarına kirvelip bizimizni tillamasdan mana shu maydonda, shu o'rinlarda vatandagi qirg'inchilikni ota-onamiz, urug' tuqqanlarimizning va qarindoshlarninki lagerda ko'rayotgan azob uqubatlarini, dard alamlarini va shularning Xitoyninki iskanjalarida jazolanayotgan shu qarindoshlarimizning dardini anlatilgan o'rin mana shu. Bu lager shoirlarimizniki bu qahramonliklarga albatta aferin o'qiymiz, rahmatimizni bildiramiz. Boshqa qarindoshlarimizning bulardan ulgu elib, shunday jasoratlarni ko'rsatishga iltimos ko'rsatishni talep qilaman. Hamma lager shoirlarimizdan Cenab-ı Allah razı olsun. Bularning qilgan ishlari hem dünyada hem ahirette Cenab-ı Allah'ın aldığı bağa vaqtida arzigidek ish ve Allah'ın bularning mukofatini albatta yaxshi mukofotlarni berdi. Xalqimizga aferin o'qiydi, minnatdorligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun namoyish qilgan ikkinchi kunimiz edi. Buna Uyg'ur Kulti'nin hayatlar kelib, alayda hal so'rab hamkorlikni bildirdi. Biz ularga rahmatimizni aytamiz. Asli namoyish o'rnimiz bizniki BDT'ning ishtiqoq Ali komissar binosiniki yan tarafiga talab qilgan edik. Ammo bir hafta ichida buni tasdiqlash uchun Amerika bosh elchilari va xizmatchilar yordam qilib, 60 tasdiqni oldik. Shu sababdan ham bu BDT'niki bexatarlik nimasiniki bu yerda qilgan bo'lsanlar Müşahede kısanlar ruhsat qilamiz, bu ruhsat berilmeydi degandan keyin ammasiz müşahede ettirishga majbur bo'ldik. Shuningdek Xitoynikidan yurgan yana bir titratib biz bu yerda davomlashtiryapmiz. Cho'qim yaxshi natija olamiz degan ishonchimiz bor. Ko'pchilik ham bizni qo'llab-quvvatlashdan cheksiz minnatdormiz. Salam qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bizningki Januarda olib berayotgan namoyishimiz 2-chi kuni davomlashyapti. Bu namoyish intayin ahamiyatli, intayin yaxshi davomlashyapti. Mayli yo'lda o'tib ketayotganlar bo'lsin, mayli ishxonaga kirib ketayotganlar bo'lsin, hammasi qiziqib bizning nima uchun bu namoyishni olib berayotganligimizni so'rab shunaqa qiziqdi. Xudoyim buyursa bu 5 kunlik namoyishimiz
yaxshi oyoqlashsak, bizning bu namoyishimizniki shu vatanimizdagi azob chekayotgan millatimizning erkinligi uchun azroq bir o'zgarish kelsa, biz shunga rozi. Shundaqla bizdan hal so'rab, orliqni jiroq qo'ymasdan, shuncha jiroq yerdan hal so'rab kelgan Dünya Uyghur Qurultayidagi xodimlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Assalomu alaykum barcha aziz qarindoshlar. Bugun mana Janvardagi lager shayarlarniki namoyishni qadam qo'ydik. Biz bugun bu Dünya Uyghur Qurultayidagi vakillarga kelishib so'rab, hayajonlandik. Bugun hatiyandan biz bu qachon kelib qarab, shundoq talmirib tutib ularni bizda qo'shildik. Shaxsan men shuncha hayajonlandim. Assalomu alaykum. Bugun namoyishimizdagi 2-chi kuni shunday yaxshi o'tyapti. Bu bugun o'sha biz 5 kunlik faoliyatimizda o'sha Birlashgan Davlatlarning oldiga kelgan sababimiz o'sha Bachelet xonim tashrif etgan shu lagerlarga. Shu Bachelet xonim haq tarafda turib, adolat tarafda turib biz bilan ko'rishni talab qilamiz. Hem men hayotimning oxirigacha shu qizlarga, shu qarindoshlarimga lagerdagi va'da bergan, hayotimning oxirigacha shu va'damda turib, shu mustaqil qilishni, vatanimizni shu lagerlarga taqashga tirishiman. Yolda sudek aktı bizning qanimiz, sen üçün ey yurtimiz, fida bo'lsin.